Assalomu alaykum barchaga. Bugungi darsimizni Blender 4.4 versiyasidan boshlab olamiz va buni X tugmasiga o'chirib tashlaymiz. Shift A tugmasi bilan sfera qo'shamiz, ya'ni silindr va uni biz S tugmasi bilan ko'tarib olamiz, ya'ni kengaytirib olamiz va undan so'ng smooth qolamiz, ya'ni o'ng tugmani bosib sichqonchani va undan so'ng tab tugmasi bilan edit modga o'tgandan so'ng yuqorisini tanlab o'chirib tashlaymiz. Va ko'rganingizdek usti ochiq bo'ldi. Va shundan so'ng X ortografik o'tib olganimizdan keyin biz bu ya'ni Ctrl R tugmasi bilan 4 ta chiziq hosil qilib olamiz. Va ko'rganingizdek va buni S tugmasi bilan va Y ya'ni Shift Z tugmasi bilan ya'ni turli xil yonga kengaytirib olamiz. Va undan so'ng o'rtadagi ikkita chiziqni tanlab, yani Shift A tugmasi bilan Shift tugmasini tutgan holda va buni S va Shift Z bilan cho'zib olamiz. Ko'rganingizdek pastni ham tanlab olindi va uni ham biz Ctrl B tugmasi bilan ya'ni bevel shakliga keltirishimiz kerak bo'ladi. Va sichqonchani o'rta chiziqni surgan holda scrollni va sonini ko'paytirib olamiz, ya'ni chiziqlar sonini va undan so'ng biz bu stakanimizni hammasini tanlab olamiz. Tanlab olganimizdan so'ng ya'ni Alt A tugmasini bosib ikkinchidagini bosamiz va sichqonchani surganingizda o'zi ya'ni yuza hosil bo'ladi. Va ko'rganingizdek o'zingizga xohlaganini moslab olasiz. Va shundan so'ng tanlab olganingizdan keyin va ichki yuza hosil bo'ldi va ko'rganingizdek xuddi stakan ko'rinishda va uni X-ray ko'rinishda ham ko'rishingiz mumkin. Mana ichki yuza hosil bo'ldi. Va bu hosil qilganimizdan keyin bu yerda biz yana X-ray tugmasini ya'ni o'chirib qo'yamiz va bundan keyin ya'ni Shift Alt tugmasi bilan yana burchakli qismlarni tanlab olamiz, chunki va Ctrl B tugmasi bilan buni ham biz ya'ni Ctrl B ozgina o'xshamay qoldi va yana qayta Ctrl B tugmasini bosamiz va ko'rganingizdek mana Ctrl B ko'rganingizdek ya'ni burchakda burilish hosil bo'ldi, ya'ni tekst emasda uchli ko'rinishda hosil qilishimiz uchun. Va yana tab tugmasi bilan object modga o'tamiz va o'ng tugmani bosib shade smooth qilamiz va undan so'ng biz ko'rganingizdek stakanimiz ancha epaqaga kelib qoldi va ekranni chetidan vertex split qilib bo'lib olamiz va buni biz shade editorga o'tib olamiz. Undan so'ng new tugmasini bosganimizdan keyin principal beast tipini tanlaymizda, ya'ni oldin shader editor o'tib olamiz va kamerani tanlaganimizdan so'ng va ya'ni render bo'limga o'tib evidence cycles va budan GPU computerga o'tib olamiz, chunki bu ko'rinishni yaxshilashga olib keladi. Va principal o'chirib tashlaganimizdan so'ng va mix shaderni qo'shamiz, ya'ni mix shader va buni surface ga bog'laymiz va undan so'ng yana search orqali ya'ni add shaderni tanlab mana shaderga bog'laymiz va undan so'ng Shift D tugmasi bilan ya'ni duplikatsiya qilamiz va buni bog'laymiz va ko'rganingizdek va undan so'ng yana Shift A tugmasi bilan glass node ni qo'shamiz va base tipini shade ga bog'laymiz va Shift D tugmasi bilan ya'ni glass tanlagan holda Shift tugmasi bilan yana duplikatsiya qilamiz va undan so'ng yana duplikatsiya va ko'rganingizdek 3 ta va 4-inchisi glass node hosil bo'ldi va buni ko'rganingizdek bog'lab chiqamiz. Bu juda ham muhim, chunki bizni shishamiz tabiiy ko'rinishda, ya'ni asosan bilasiz qizil, yashil, ko'k rangda hosil bo'ladi va ko'rganingizdek ko'tarib olamiz avvalo. Undan tashqari plane qo'shamiz tagiga va S tugmasi bilan yoyib oldik va bundan keyin asosan biz yana tanlaymiz stakanimizni va undan so'ng ya'ni birinchi klassdan biz qizil rangni tanlaymiz, ikkinchisida yashil rangni tanlaymiz va uchinchisida ko'kni tanlaymiz, to'rtinchisi ya'ni oq turgani ma'qulroq.
va undan so'ng shift A tugmasi bilan ya'ni color ramp qo'shamiz. Ya undan oldin light pathni qo'shganimiz yaxshiroq. Va pastdagi transmissionni qo'shamiz. Juda muhim, chunki bu yorug'lik o'tishi shishadan asosiy rolni o'ynaydi va shift A tugmasi bilan color ramp qo'shib oldik. Mana aytganimizdek, buni colorini roughnessga olaymiz va ya'ni har bitta rangli glassni roughnessiga, ya'ni oq ko'rinishdagi bog'lamaymiz. Bu unchalik muhim emas va ko'rsatkichni qora qismini ozgina surib olganimizdan so'ng ko'rganingizdek, ya'ni shishaning ichki yuzasidagi effektlar hosil bo'ladi. Shift A tugma bilan ya'ni yana noise texture qo'shamiz. Buni siz yozib ham qidirishingiz mumkin va Ctrl T tugmasi bilan unga qo'shimcha bo'lgan notlarni qo'shib olasiz. Siz uni Shift A tugmasi bilan hosil qilishingiz mumkin. Va bundan tashqari bu yerda asosiy elementlarni, ya'ni bundan tashqari Air'ni, ya'ni bu notdagi xususiyatlarni biz o'zingiz xohlaganingizda to'g'rilab chiqishingiz mumkin. Masalan, 1.08 asosiy omillarga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni o'zgarishda ko'rganingizdek, mana shishani xuddi yuzasidagi qalinlikni tabiiy ko'rinishda hosil qilishda asosiy rol o'ynaydi bu. Va har bitta rangdagini 1.8 qilib oldik. Ya'ni 1.08 ko'rsatkichni surib olganimizdan so'ng va keyin roughness bir o'zgartirib ko'ramiz. Ko'rganingizdek va yaxshi emas va biroz ko'tarib va shu holatga yetadi. Va bundan so'ng bizga kerak bo'ladigan yana bir omillardan biri, ya'ni pastni tanlaganda tab tugmasini o'tib bir qirasini tanlaymiz va biz uni EZ tugmasini yuqori ko'taramiz va shundan so'ng bu burchakni tanlagan holda Ctrl B tugmasini bosib yana bevel qilamiz va scrollni aylantirganingizda ko'rganingizdek, ya'ni chiziqlar soni, ya'ni qirralar soni ko'payadi va tab tugmasini o'tib va yana shade zoom qilamiz, uni tugmani bosib va S ya'ni Y tugmasi bilan cho'zib oldik ko'rganingizdek va undan so'ng biz asosiy sahnani tayyorlaymiz bu yerda va ko'rganingizdek bu yerda ya'ni Ctrl Alt numberpaddagi bilan kamerani to'g'rilab oldik va o'ng tugmani bosib yana kamerani tanlagan holda adjust lengthni to'g'rilab olyapmiz. Ya'ni siz men ko'rayotganimdek har bitta amalni bajarib ketganingiz ma'qulroq va shundan so'ng kameramizni joylashishi ma'qul va yana qaytamiz kameraga va qaytganimizdan so'ng glassni bosamiz va bundan so'ng va R tugmasi bilan, ya'ni 2 marta bossangiz buni xohlagan gradusda o'zingiz aylantirishingiz mumkin. Va shu bilan birga va ko'rganingizdek va shu holat yetadi. Va ya'ni tanlaymiz va new tugmasini bosamiz, ya'ni bu pastdagi plane uchun va principal B stepini o'chirib tashlaymiz. Uning o'rniga biz ya'ni diffuse qo'shamiz, ya'ni diffuse B stepini qo'shamiz. Va shundan so'ng bunga shift tugmasi bilan color ramp qo'shamiz va buni bog'laymiz. Bundan maqsad ya'ni rangni boshqarish bo'ladi. Yana bitta ko'rsatkich qo'shamiz ko'rganingizdek va buni rangini qora sifatida o'zgartiramiz va bu yondagi qorani ham nurga tushirganimizdan keyin va o'rtadagi rangini o'zingiz ko'rinishingiz, ya'ni oqqan ko'rinishda o'zgartirishingiz mumkin. Bunga menga shu ma'qulroq tushdi va bundan so'ng va yana ko'rganingizdek kamerani to'g'rilab olamiz va bu ko'rsatkichdagi qorani o'zgartirib, ya'ni suramiz biroz va shunisi ma'qulroq yaqinlashtirib va keyingisini ham surib olib, ya'ni ikki yonda ko'rganingizdek xuddi soyaga o'xshagan qorong'ulik hosil bo'ldi. Va world settingsdagi bu orqa backgroundni ham to'g'rilab, ya'ni orqa fon qo'shib olamiz ko'rganingizdek va shift tugmasiga yana plane qo'shib va uni GZ yuqoriga ko'taramiz va S tugmasi bilan yoyib olib new tugmasini bosamiz va bu material propertiesdan emission qo'shamiz va ko'rganingizdek va strengthni ko'tarib olamiz, chunki bu yerda yorug'lik juda ham muhim rol o'ynaydi. Ya'ni glass tanlaganimdan so'ng
va plane'da ya'ni emission'da biz yuqori ko'tarib turganimizni yana o'zgartirib sozlamalarni va shundan so'ng asosiy maqsadimiz bu yerda rang o'zgarishi, ya'ni rangni hosil qilishda yorug'likni asosiy, ya'ni komponent asosiy holatini to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Va R tugmasi bilan buni ham biz o'zgartirishimiz kerak bo'ladi va shu holatda yetadi va render qilishimiz mumkin, render image ko'rinishda va ko'rganingizdek pastda voice sifatida ketyapti va ko'rganingizdek mana va undan so'ng buni endi render bo'limida ham ko'rishingiz mumkin. Va mana ko'rdingiz, ya'ni render hosil bo'ldi rasm. Ya'ni ko'rganingizdek ajoyib ko'rinishda istaganimiz hosil bo'ldi. Va bundan tashqari, ya'ni bundan ikkinchisiga tanlaymiz, slot 2 ni, chunki ikkinchi material qilganimizda kerak bo'ladi. Va always qilamiz kompozitorni, yangi kompozitor qo'shib use notes qilib olamiz. Shift A tugmasi bilan glare qo'shib olamiz va strengthni bloomga aylantiramiz. Ya'ni bu yorug'likni aksini hosil qilish. Va yuqori sifatda keltirib olamiz. Ya'ni buni Ctrl Shift tugmasi va sichqonchadan chap tugmasini tanlagan holda keltirib oldik. Va buni ham render qilishni buyuramiz. Ko'rganingizdek va render image va bosamiz. Ko'rganingizdek bu ham bu yerda render ketyapti. Va ko'rganingizdek mana 100% bo'ldi. 99% va 100%. Bu yerda slot 1 bilan slot 2 ning farqi, ya'ni glare qo'shgan, bloom qo'shganimizda